2025-yil patent imtihoni javoblari kitobimni Azondan yoki Uzum Marketdan olishingiz mumkin. Kitobni patent test javoblari deb qidiring. Основы законодательства Российской Federatsiya. Rossiya Federatsiyasining qonunchilik asoslari bo'limi. Bu 2025-yilda yangilangan savollarni birinchi variantini oxirgi bo'limi hisoblanadi. Aynan mana shu bo'limdagi savollar yangilangan. Задание номер 15. 15-chi vazifa. Статья 62 Конституции Российской Федерации определяет статус иностранных граждан на территории Российской Федерации согласно этой статье. Chet el fuqarolarini Rossiya Federatsiyasini chegarasini ichida yurishlarini statusini mana shu 62-modda belgilaydi. Bu moddaga asosan bu qanday modda? Mana shu moddani ma'nosini topishimiz kerak. 3 ta variant berilgan. Birinchisi: иностранные граждане пользуются всеми правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации. Chet el fuqarolari xuddi Rossiya Federatsiyasi fuqarolari kabi bir xil tengma-teng haq-huquqqa ega degan javob. Ikkinchisi: иностранные граждане пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Chet el fuqarolari xuddi Rossiya fuqarolari kabi barcha haq-huquqlarga ega. Faqat quyidagi vaziyatlardan tashqari, agarda xalqaro kelishuvlar bo'lsa, federal qonun bilan imzolangan xalqaro kelishuvlardan tashqari holatlarda. Va uchinchisi: иностранные граждане не обладают никакими правами на территории Российской Федерации. Chet el fuqarolari Rossiya Federatsiyasi hududida hech qanaqangi haq-huquqqa ega emaslar. Xo'sh, ushbu savolga qaysi javob to'g'ri deb o'ylaysiz? Birinchimi, ikkinchimi yoki uchinchimi? Javobingizni muhokamaga yozib qoldiring. Demak, ushbu savolga to'g'ri javob bu ikkinchi variant. Иностранные граждане пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Rus tilini qancha yaxshi bilsangiz, shunchalik ko'p Rossiyada pul topishingiz mumkin. Rossiyada halol ishlab topgan pullaringizni vatanga mir privilegiya orqali yuboringlar. Aynan mir privilegiya orqali uyga pul yuborsangiz, siz O'zbekistonning ko'plab banklaridan pullaringizni naqd olishga imkoniyatga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, siz mir privilegiya orqali O'zbekistonga pul yuborsangiz, siz Rossiyadagi Saxovat xayriya fondiga yordam berasiz. Ha, pul yuborayotganingizda O'zbek promokod terishni unutmang. O'shanda sizga eng yaxshi kurs chiqadi. Hozir shu yerdan mir privilegiya ilovasiga silka chiqadi. Yuklab olinglar va yaxshilikka ishlatinglar. Задание номер 16. 16-chi savol. Aynan mana shu savol yangilangan. Иностранный гражданин в Российской Федерации обязан. Chet el fuqarosi Rossiyada majbur. Nimaga majbur? Однократно пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование при получении разрешения на работу. Bir marotabalik daktiloskopik registratsiyadan o'tishi kerak va rasmga tushishi kerak ishga ruxsatnoma olish uchun.
Ikkinchisi, участвовать в выборах органов власти. Saylovlarda qatnashishga majbur. Uchinchisi, уметь ориентироваться на территории субъекта Российской Federatsiya. Rossiya Federatsiyasida shaharlar va ko'chalarni farqlash kerak degan javob. Siz qaysi javobni belgilagan bo'lar edingiz? Agarda siz birinchi однократно пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob bergan bo'lasiz. Задание номер 17. 17-savol. На территории Российской Федерации в отношении иностранного гражданина совершено преступление. Куда он должен обратиться за помощью? Россия hududida chet el fuqarosiga nisbatan jinoyat sodir etilgan. U, ya'ni chet el fuqarosi qayerga murojaat qilishi kerak? 3 variant. В полицию, полициyaga, в Министерство иностранных дел Российской Federatsiya, Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar vazirligiga. 3-si, в посольство своей страны, o'z mamlakatini elchixonasiga. Siz ushbu savolga qanday javob bergan bo'lar edingiz? Agarda v politsию javobini tanlagan bo'lsangiz, siz to'g'ri javob bergansiz. Задание номер 18. 18-savol. Для постановки на учет по месту пребывания иностранный гражданин должен иметь. Chet el fuqarosi o'zini uchotga qo'yish uchun, ya'ni hisobga qo'yish uchun o'zi bilan nima olib kelishi kerak? Qanday hujjatini? Birinchisi, только миграционную карту, faqat migratsion kartasini, только паспорт, faqat pasportini, pasport и миграционную карту, pasport va migratsion kartasini. Bu savolga siz qaysi variantni tanlagan bo'lar edingiz? Javobni muhokamaga yozib qoldiring. Javob: 3-chi, pasport и миграционную карту. Pasport va migratsion kartaga ega bo'lish kerak. Задание номер 19. 19-chi vazifa. Если иностранный гражданин нарушил правила постановки на миграционный учет, то он привлекается к ответственности. Agar chet el fuqarosi uchotga, ya'ni hisobga qo'yish qoidalarini buzgan bo'lsa, u qanday javobgarlikka tortiladi? Tushunarli? Bu uchotga qo'yamiz, kelgandan so'ng agar o'shani qoidalarni buzgan bo'lsak, bizni qanday javobgarlikka tortishadi? 3 ta javob bor. Дисциплинарный, уголовный, administrativnoy. Siz qaysi variantni belgilagan bo'lar edingiz? Demak, к административной ответственности javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob bergan bo'lasiz. Задание 20. 20-chi savol. Административное выдворение за пределы Российской Федерации как мера административного наказания устанавливается в отношении иностранных граждан и назначается судьей. Верно ли это утверждение? Xullas, oddiy qilib aytganda tarjimasi: deport qilish, chet el fuqarosini Rossiyadan deport qilishni sudya belgilaydi. To'g'rimi, noto'g'rimi degan savol. Va ikkita javob: verna, to'g'ri,
Neverna noto'g'ri. Qaysi javobni belgilagan bo'lar edingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz verna javobini belgilagan bo'lsangiz, ushbu savolga to'g'ri javob bergan bo'lasiz. Demak, shuning bilan 2025-yilda yangilangan patent imtihoningizga borganda tushadigan birinchi variantni barcha 20 ta savolini ko'rib, bu savollarga to'g'ri javob berishni o'rganib oldik. Agarda sizga video darsligimiz ma'qul kelgan bo'lsa, albatta ushbu video darslik bilan patent imtihoniga bormoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuboring va video darslikka like tugmasini bosishni unutmang. Rossiyada patent olish tobora qiyinlashmoqda. Hatto patent olsangiz ham ko'p vaqtingizni va pulingizni sarflashga majbur bo'lasiz. Rossiyada patentsiz ishlashning oson yo'li bor. Bu Rossiyada o'qishga kirish. O'zingiz o'qishga kirishingiz mumkin. Agar yoshingiz katta bo'lsa, farzandingizni o'qitishingiz mumkin. Bu sizga nima beradi? Birinchidan, Rossiyada ishlash uchun patent kerak emas. Ikkinchidan, ham o'qiysiz, ham ishlaysiz. Uchinchidan, kerakli mutaxassis bo'lib o'qishni bitirasiz va zamonaviy kasblarni egallaysiz. To'rtinchidan, RVP va VNJ olish yo'llari ochiladi. App o'quv markazi sizga aynan shu yo'lda yordam beradi. 10 yillik tajribaga ega kuchli jamoa sizga eng yaxshi fakultetni tanlashda yordam beradi va talaba bo'lishingizni kafolatlaydi. Bepul maslahat olish uchun ushbu raqamga Telegram yoki WhatsAppdan aloqaga chiqing. Telegram va WhatsApp ссылкасini izohlarga ham biriktirib qo'yganmiz. Основы законодательства Российской Федерации. Rossiya Federatsiyasining qonunchilik asoslari. Задание номер 15. 15-vazifa. Какое право Конституция Российской Федерации гарантирует иностранному гражданину на территории Российской Федерации? Rossiya hududida yurgan chet el fuqarosiga Rossiyaning konstitutsiyasi qanday huquqni kafolatlaydi? Savol va 3 ta javob. Избирать в органы государственной власти saylov huquqini kafolatlaydi. Участвовать в отправлении правосудия, ya'ni pravosudие bu qonunchilik masalasida qatnashishni kafolatlaydi. Пользоваться родным языком. O'z ona tilidan foydalansa bo'ladi, ya'ni foydalansa bo'ladi, kafolatlayman deydi. Siz ushbu savolga qanday javobni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda пользоваться родным языком javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 16. 16-vazifa. Где происходит регистрация брака в Российской Федерации? Rossiya Federatsiyasida nikoh qaydnomasi qayerda amalga oshiriladi degan savol. 3 ta variant. В суде, sudda, в отделе ЗАГС, ЗАГС bo'limida, в politsiyada. Xo'sh, siz ushbu savolga qaysi javobni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz в отделе ЗАГС javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 17. 17-vazifa.
Вы потеряли паспорт. Куда следует обратиться? Siz o'z pasportingizni yo'qotib qo'ydingiz. Qayerga murojaat qilishingiz kerak? Uchta javob. В полицию и консульство своей страны. O'z mamlakatingizni politsiyasiga va konsulligiga. В суд, sudga. В отдел кадров по месту работы. Ishxonadagi отдел kadrga. Sizga ushbu savol tushganda siz qaysi javobni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda ushbu savolga в полицию и консульство своей страны javobini belgilagan bo'lsangiz, siz to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 18. 18 vazifa. По общему правилу срок постановки иностранного гражданина на миграционный учет составляет. Umumiy qoida bo'yicha chet el fuqarosini uchetga qo'yish, ya'ni hisobga olish necha kun muddatda amalga oshirilishi kerak degan savol. Va 3 ta javob. 3 рабочих дня, 3 ish kuni. 7 рабочих дней, 7 ish kuni. 10 рабочих дней, 10 ish kuni. Xo'sh, siz ushbu savolga qaysi javobni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda 7 рабочих дней javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 19. 19 vazifa. Наказание за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию устанавливает. Tarjimasi quyidagicha. Chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs Rossiya Federatsiyasiga kirishda, u transportda kiradi, kirishda biror bir qoida buzarlik qilgan bo'lsa, bu qoida buzarlik bo'yicha nima, qaysi qonun chora ko'radi? Va 3 variant. Трудовой кодекс Российской Федерации, Россия Федерациясының Мехнат кодекси, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Rossiya Federatsiyasining huquqlarni buzish to'g'risidagi administrativ kodeksi va 3-si Гражданский kodeks Российской Federaции, Rossiya Federatsiyasining fuqarolik kodeksi. Xo'sh, sizga ushbu savol tushganda qaysi variantni to'g'ri deb hisoblardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. 1, 2 yoki 3. Agarda siz Kodeks Российской Federaции об административных нарушениях javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 20. 20 vazifa va ushbu 2 variantni oxirgi vazifasi. Нарушение правил пересечения государственной границы Российской Федерации лицами и транспортными средствами влечет наложение административного штрафа. Верно ли это утверждение? Rossiya Federatsiyasini hududiga kirish, chiqish, transportda kirib chiqish qoidalarini buzish administrativ shtraf, ya'ni jarimaga olib keladi. Shu javob to'g'rimi yoki noto'g'rimi degan savol. 2 ta ответ. Верно to'g'ri, неверно noto'g'ri.
Xo'sh, sizga ushbu savol tushganda qaysi javobni belgilardingiz? Agarda siz verna javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. 2025-yil patent imtihoni javoblari kitobimni Azondan yoki Uzum Marketdan olishingiz mumkin. Kitobni patent test javoblari deb qidiring. Основы законодательства Российской Federatsiya bo'limi. Rossiya Federatsiyasining qonunchilik asoslari. Bu bo'limda 15-savoldan 20-savolgacha savollar berilgan. Задание номер 15. 15-vazifa. Какое право Конституция Российской Федерации гарантирует иностранному гражданину на территории Российской Federatsiya? Rossiya Federatsiyasi hududi ichida yurgan chet el fuqarosiga Rossiya Federatsiyasining konstitutsiyasi qanday huquqni kafolatlaydi? 3 variant. Избирать в органы государственной власти, ya'ni saylov qilish huquqiga ega, saylov qilish huquqini beradi degan ma'noda. Трудиться выбирать род занятий, mehnat qilishiga va mehnatni sohasini, masalan kimdir povar bo'lib ishlayman deydi, kimdir ofitsiant bo'lib, kimdir masalan sotuvchi yoki quruvchi yoki mana shu kabi sohalarni tanlash erkinlik huquqini beradi. Ikkinchi variantda javobi. Uchinchisi, занимать государственные должности, ya'ni davlatga aloqador davlat strukturasidagi lavozimlarni egallashni kafolat beradi. Xo'sh, ushbu savolga siz qaysi javobni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Masalan, 15-savol, birinchi javob yoki ikkinchi javob yoki uchinchi javob deb. Bu yerda ham biz tahlil qilsak bo'ladi, o'rtoqlar. Birinchi variantni e'tibor beramiz. Saylash huquqiga ega deyapti. Biz chet el fuqarosi bo'la turib, deylik, prezidentni yoki biror bir saylov huquqiga ega deputatlarni yoki merlarni saylash huquqiga egamizmi? Chet el fuqarosi bo'lib turib. Yo'q. Demak, bu variant tushib qoladi. Uchinchi variantni ko'ramiz. Занимать государственные должности. Masalan, chet el fuqarosi sudya bo'la oladimi Rossiyada? Yoki chet el fuqarosi mana shunday bir lavozimlarni egallay oladimi agar uni fuqaroligi bo'lmasa? Demak, bu variant ham tushib qoladi. Shunda bizda bitta variant qoladi. Трудиться выбирать род занятий. Ya'ni mehnat qilish va mehnat qilishimizni yo'nalishini, qaysi sohada mehnat qilishimizni bemalol o'zimiz tanlashimiz mumkin ekan. Ikkinchi variantni belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 16. 16-vazifa. В какой форме, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, заключается трудовой договор? Bu savolga ham men taxminan javob bergan bo'lardim, chunki javobini bilmayman. Savolni tarjimasi quyidagicha. Rossiyaning mehnat kodeksiga asosan mehnat shartnomasi qanday formada tuziladi deb tarjima qilinadi savol. Va 3 variant: только в письменной, faqat yozma shaklda, только в устной, faqat og'zaki shaklda. Uchinchisi любой, istalgan shaklda. Demak, mehnat shartnomasi. Deylik, men O'zbekistonni ko'z oldimga keltiraman, ishga kiryapman qayerigadir va men bilan mehnat shartnoma tuzadi. Deylik, men universitetga ishga kiryapman. Men bilan og'zaki tuzadimi mehnat shartnomani? Bo'ldi, ertadan boshlab ishlaysan deb. Yo'q, bu variant tushib qoladi. Ikkinchi variantni o'chiramiz. Любой, istalgan formada tuza oladimi? Ham og'zaki, ham yozma tarzda. Yo'q. Va shunda bizga bitta javob qoladi. Только в письменной, faqat yozma tariqasida. Rossiyada ham xuddi shunday.
mehnat shartnomasi faqat yozma tariqasida tuzilar ekan. Задание номер 17. 17 savol. Иностранному гражданину исполнилось 18 лет. Chet el fuqarosining yoshi 18 ga kirdi. Может ли он осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации? 18 yoshga kirib, chet el fuqarosi u Rossiya Federatsiyasida o'z mehnat faoliyatini amalga oshira oladimi? Yo'qmi? Mana shu savol. Xo'sh. Bu savolga qaysi javobni belgilagan bo'lardingiz? Bu yerda ikkita javob: da, нет, ha, yo'q. Agarda siz da javobini belgilagan bo'lsangiz, ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Ha. Uchinchi variant ham bor ekan, o'rtoqlar. Da, но после специального распоряжения. Ha, ammo maxsus nimadandir keyin. Распоряжение so'zini o'zbek tiliga tarjimasini yozib qoldiring. Yo'q, bu yerda javob da. Задание номер 18. 18 savol. Какую цель въезда нужно указать в миграционной карте, чтобы получить патент? Patent olish uchun migratsion kartaga Rossiya Federatsiyasiga kirayotganingizda qanday maqsadni ko'rsatishingiz kerak? 3 ta javob. Отдых, dam olish, работа, ish, частная, shaxsiy, частная. Xo'sh, ushbu savolga siz qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Agarda siz работа javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob bergan bo'lasiz. Задание номер 19. 19 vazifa. Для получения патента иностранный гражданин предоставляет в уполномоченную организацию документы в течение. Chet el fuqarosi patent olish uchun mas'ul joylarga hujjatlarini necha ish kunida, necha taqvim kunida hujjatlarni taqdim etishi kerak? Tushunarli savol. Ya'ni chet el fuqarosi patent olish uchun kerakli organizatsiyaga, ya'ni tashkilotlarga o'z hujjatlarini necha taqvim kunida ko'rsatish kerak? 3 ta javob. 30 kalendarных dней, 30 taqvim kunida, 20 kalendarных dней, 20 taqvim kunida, 10 kalendarных dней, 10 taqvim kunida. Xo'sh, ushbu savolga siz qanday javob bergan bo'lardingiz? 30, 20, 10. Demak, agarda siz 30 kalendarных dней deb javob bergan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Va Rossiya qonunchiligining oxirgi 20 va shu variantning oxirgi 20 savoli. Иностранный гражданин, уклоняющийся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания или проживания в Российской Федерации, является незаконно находящимся на территории Российской Федерации и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Верно ли это суждение? Tarjimasi quyidagicha bu savolni shartini. Так, chet el fuqarosining Rossiya Federatsiyasida yashash muddati tugayapti. Agarda chet el fuqarosi kirdi chiqdi qilmasa, ya'ni o'sha chiqib ketmasa,
vaqti tugagandan so'ng chiqib ketmasa, u Rossiya qonunchiligi asosida mas'uliyatga tortiladi. Ya'ni javobgarlikka tortiladi. Shu gap to'g'rimi degan savol. Ikkita javob: verna, neverna, to'g'ri, noto'g'ri. Agar bizni Rossiyada mehnat qilish faoliyatimizni vaqti kelgan bo'lsa, deylik 3 oy yoki 1 yil yoki 7 oylik vaqti tugayotgan bo'lsa, shuni tugashiga qaramasdan biz Rossiyadan chiqib ketmasak yoki kirdi chiqdi qilmasak, biz Rossiya qonunchiligi asosida javobgarlikka tortilamiz. Shu gap to'g'rimi yoki noto'g'rimi degan savol. Demak, agar siz verna, to'g'ri javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Navbatdagi bo'lim Основы законодательства Российской Federaции. Rossiya Federatsiyasining qonunchilik asoslari bo'limi. Задание номер 15. 15-vazifa. Иностранный гражданин, проживающий на территории Российской Федерации, имеет право на территории Российской Федерации va 3 variant. Rossiya hududida yashab yurgan chet el fuqarosi Rossiya hududida qanday huquqqa ega? Birinchisi, быть командиром воздушного судна гражданской авиации. Ya'ni fuqarolik aviatsiyasini samolyotini boshqarish mumkin deyapti. 1. Быть принятым на работу на объекты в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности Российской Federaции, ya'ni Rossiya Federatsiyasini himoya qiladigan tashkilotlarga ishga kirsa bo'ladi deyapti, ya'ni SNB shunaqa tashkilotlarga. 3. Говорить на родном языке. O'z ona tilida gapirish huquqiga ega. Xo'sh, shu savol sizga tushganda qaysi javobni belgilardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz 3-variant говорить на родном языке variantini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 16. 16-vazifa. Право на медицинскую помощь для иностранных граждан. Chet el fuqarolariga tibbiy yordam huquqi deb 3 variant berilyapti. Не распространяйте на детей иностранных граждан. Chet el fuqarolarining farzandlariga tegishli emas. Не распространяйте на иностранных пенсионеров. Chet el fuqarolarining nafaqaxo'rlariga tegishli emas, ya'ni ko'rsatilmaydi yordam. 3. Обеспечивается законодательством Российской Federaции. Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi tomonidan beriladi. Ya'ni ruxsatnoma bor tibbiy ko'rikka. Xo'sh, ushbu savolga siz qanday javob bergan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz 3-variant обеспечивается законодательством Российской Federaции deb javob bergan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 17. 17-vazifa. Имеет ли право иностранный гражданин вступить в брак на территории Российской Federaции? Rossiya hududida chet el fuqarosi turmush qursa bo'ladimi? Ushbu savol keng ma'noli savol deb hisoblayman. Birinchi javob da, ikkinchi javob da, но только с гражданками Российской Federaции, faqat Rossiya Federatsiyasining fuqarolari bilan, ya'ni fuqaro ayollari bilan nazarda tutilyapti, chunki bu yerda гражданками deb yozilgan. Uchinchisi нет, uchinchisi yo'q. Xo'sh, siz qaysi javobni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz da javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 18. При въезде в Российскую Федерацию необходимо получить и заполнить
Rossiya hududiga kirishda nimani olib to'ldirish kerak? Birinchisi, заявление на patent, patentga arizani to'ldirish kerak. Migratsionную kartu, migratsion kartani to'ldirish kerak. Заявление на работу, ishga arizani to'ldirish kerak. Xo'sh, sizga ushbu savol tushganda qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz migratsionную kartu javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 19, 19 vazifa. Иностранный гражданин совершил преступление на территории Российской Федерации. Rossiya hududida chet el fuqarosi jinoyat sodir etdi. Каким кодексом регулируется ответственность за него? U uchun mas'uliyat qanday kodeks bilan regulirovka qilinadi? Ya'ni qanday kodeks asosida u javobgarlikka tortiladi? Birinchisi, Уголовным кодексом Российской Федерации, Rossiya Federatsiyasining jinoyat kodeksi bilan, Уголовным кодексом страны его гражданства, uning fuqaroligi bo'lgan mamlakatni jinoyat kodeksi bilan, Гражданским кодексом Российской Федерации, Rossiya Federatsiyasining fuqarolik kodeksi bilan. Xo'sh, ushbu savol sizga tushganda qaysi javobni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz birinchi javob Уголовным кодексом Российской Federaции javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 20, 20 vazifa. Иностранный гражданин, не покинувший территорию Российской Федерации в установленный срок, подлежит депортации. Верно ли это суждение? Chet el fuqarosi, ya'ni muddati yetib kelgach, Rossiya hududini tark etmagan chet el fuqarosi Rossiya hududidan surgun qilinadi. Shu to'g'rimi? Va ikkita javob. Verno to'g'ri, neverno noto'g'ri. Agarda siz verno javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Hurmatli obunachilar, hozir sizlar bilan 4-variantga tushadigan barcha 20 ta savolni ko'rib chiqdik va javob berishni o'rganib oldik. Agarda siz barcha variantlarga mustaqil, ustoz yordamisiz tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, sizga mening patent imtihon javoblari kitobcham yordam beradi. Agar siz Rossiyada bo'lsangiz, ushbu qo'llanmamni Azondan buyurtma qilib olishingiz mumkin. Agarda siz O'zbekistonda bo'lsangiz, ushbu qo'llanmamni Uzum Marketdan buyurtma qilib olishingiz mumkin. Bu qo'llanmada barcha 6 ta variant bor. Undan tashqari, og'zaki tushadigan savollarga ham qanday javob berish mumkinligi kiritilgan. Kitobchani xarid qilgach, kitobni ichini ochsangiz, ichida QR kod bor. Ushbu QR kodni skaner qilsangiz, ushbu testlar, ya'ni quiz shaklidagi Telegramda yopiq kanaldagi testlar ham sizga bepul beriladi. U testlarni yaxshi tomoni nimada? Kitobda siz bir marotaba ruchkalab belgilab olsangiz, Telegramdagi yopiq kanaldagi testlarni esa qayta ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni testlarni yodlab olmaguningizga qadar. Navbatdagi bo'lim Основы законодательства Российской Федерации. Rossiya Federatsiyasining qonunchilik asoslari bo'limi. Задание номер 15, 15 vazifa. Какое право Конституция Российской Федерации гарантирует иностранному гражданину на территории Российской Федерации? Rossiya hududidagi chet el fuqarosiga Rossiya Federatsiyasining Konstitutsiyasi qanday huquqni kafolatlaydi? Ushbu savol, adashmasam, barcha 5 ta variantniki bir xil mana shu savol. Va 3 ta variant. Знакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. Demak, nima deyilyapti? Konstitutsiya, Rossiya Konstitutsiyasi chet el fuqarosini haq-huquqlari va erkinligini
ta'minlovchi hujjatlar bilan tanishishni kafolatlaydi. Ya'ni tanishtiradi. Mana sen chet el fuqarosisan, Rossiya hududida mana shunday huquqqa egasan deb. Ikkinchisi, самостоятельно составлять документы, непосредственно затрагивающие его права и свободы. Uning erkinlik va haq-huquqlarini himoya qiluvchi hujjatni o'zi mustaqil yozishini kafolatlaydi deyilyapti. Uchinchisi, вносить изменения в документы, непосредственно затрагивающие его права и свободы. Uning haq-huquqi va erkinligini ta'minlovchi hujjatlarga o'zgartirish haq-huquqini ta'minlaydi deyapti. Agarda siz ushbu savolga birinchi variant, ya'ni знакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 16. 16 vazifa. Имеет ли иностранный гражданин право приобретать недвижимое имущество на территории Российской Федерации? Rossiya Federatsiyasi hududida chet el fuqarosi ko'chmas mulk olish huquqiga egami yoki yo'qmi? 3 variant: имеет, huquqiga ega, не имеет, yo'q, только с разрешения суда, faqat sudning ruxsatnomasi orqali. Ushbu savol sizga tushganda qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz imeyet javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 17. 17 vazifa. Куда следует обратиться человеку, если его ограбили? Agar insonni talon-taroj qilgan bo'lsalar, u qayerga murojaat qilishi kerak? 3 ta javob: в полицию, в суд, в отдел кадров по месту работы. Sizga ushbu savol tushganda qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz v politsию javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 18. Когда должен покинуть территорию Российской Федерации временно пребывающий иностранный гражданин? Rossiya hududida vaqtinchalik yurgan chet el fuqarosi qachon Rossiya hududini tark etishi kerak? 3 ta variant. По первому требованию работодателя, ish beruvchini birinchi talabidanoq. Ikkinchisi, по первому требованию правоохранительных органов, ya'ni politsiya, militsiyalarni birinchi talabidanoq. Uchinchisi, по истечении срока временного пребывания, установленного федеральным законом. Vaqtinchalik Rossiya hududida yurish imkonini bergan, federal qonun bilan o'rnatilgan hujjatini vaqti tugaganda. Ushbu 3 ta variantdan qaysi birini belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda 3-variant по истечении срока временного пребывания, установленного федеральным законом javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 19. 19 vazifa. Если иностранный гражданин нарушил правила постановки на миграционный учет, то он привлекается к ответственности. Agar chet el fuqarosi uchotga turish qoidalarini buzgan bo'lsa, u qanday javobgarlikka tortiladi? Birinchisi, distsiplinarniy, ikkinchisi, уголовный, uchinchisi, administrativniy. Distsiplinarniy so'zini tarjima qilib yuboring, muhokamaga yozib. Уголовный bu jinoiy javobgarlik va administrativ javobgarlik. Agarda siz 3-variant administrativniy variantini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 20. 20 vazifa. Иностранный гражданин будет депортирован в случае нарушения срока обращения за патентом или разрешением на работу. Верно ли это
суждении, в случае нарушения chet el fuqarosi patent yoki ishga ruxsatnoma olish jarayonida olishning muddatini buzgan bo'lsa, u chet el fuqarosi Rossiyadan surgun qilinadi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Ikkita javob bor, verna yoki neverna. Xo'sh. Agarda siz ushbu savolga neverna javob bergan bo'lsangiz, siz to'g'ri javob berdingiz. Surgun qilinmaydi, shtraf, ya'ni jarima qilinadi. Shuning bilan bugun sizlar bilan 5-variantni 20 ta savolni o'rganib, savollarga javob berishni bilib oldik. Ammo siz patent imtihoniga borganingizda sizga 1, 2, 3, 4 yoki 6-variant ham tushishi mumkin. Mana shunday holatlarda sizga mening patent test javoblari kitobcham yordam beradi. Agarda siz o'zingiz mustaqil imtihonga tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, ushbu kitobni Rossiyada bo'lsangiz Azondan, O'zbekistonda bo'lsangiz Uzum Marketdan xarid qilishingiz mumkin. Ushbu qo'llanmamda barcha 6 ta variantning 120 ta savoli va imtihonga borganingizda og'zaki berilishi mumkin bo'lgan savollar bor, jamlangan. Undan tashqari kitobchani qo'lga kiritib, birinchi betini ochsangiz QR kod bor. O'sha QR kodni telefoningizda skaner qilsangiz, ushbu savollarni Telegramda yopiq kanalda qayta ishlasa bo'ladigan shakli ham sizga bepul beriladi. Keyingi bo'lim Основы законодательства Российской Федерации. Rossiya Federatsiyasining qonunchilik asoslari. Задание номер 15. 15-vazifa. Иностранный гражданин в Российской Федерации имеет право. Chet el fuqarosi Rossiya Federatsiyasi hududida qanday huquqqa ega? Birinchisi, получать все виды льгот и пособий, barcha turdagi ligotalar va yordam pullarini olish huquqiga ega. Ikkinchisi, свободно передвигаться по территории страны, mamlakat hududida erkin harakatlanish huquqiga ega. Uchinchisi, избираться в органы власти, ya'ni uni o'sha chet el fuqarosini saylashimiz mumkin. 3 ta variant. Ushbu savol sizga tushganda qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz ikkinchi javob свободно передвигаться по территории страны javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 16. 16-vazifa. Трудящийся иностранный гражданин в Российской Федерации обязан. Rossiya Federatsiyasida mehnat faoliyatini yuritayotgan chet el fuqarosi nimaga majbur? Birinchisi, вступить в брак, oila qurishga majbur. Ikkinchisi, уплачивать налоги, soliqlarni to'lashga majbur. Uchinchisi, делать покупки в магазине, do'konda xarid qilishga majbur. Ushbu savol sizga tushganda siz qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz uплачивать налоги, налог to'lash javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 17. 17-vazifa. Иностранный гражданин решил устроиться на работу. Chet el fuqarosi ishga kirishga qaror qildi. Какой договор с ним должен быть заключен? U bilan qanday shartnoma tuzilishi kerak? 3 ta javob. Трудовой mehnat shartnomasi. Ikkinchisi arendi, ya'ni arenda shartnomasi, ijara shartnomasi. Uchinchisi kupli-продажи, oldi-sotdi shartnomasi. Xo'sh, chet el fuqarosi Rossiya hududida ishga kirmoqchi bo'lsa, u bilan qanday shartnoma tuzilishi kerak? Siz qaysi javobni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz трудовой javobini belgilagan bo'lsangiz, ya'ni mehnat shartnomasi, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 18. 18-vazifa. При миграционном учете нужно указать. Migratsion uchotga, hisobga turishda nimani ko'rsatish kerak? Birinchisi, трудовой стаж, mehnat stajini. Ikkinchisi, professiyu, kasbini.
Uchinchisi familiyu и имя. Familiya va ismini. Uchetga turishda nimani ko'rsatish kerak? Qaysi ma'lumotni? Agarda siz familiyu и имя degan javobni belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание 19. 19-chi vazifa. Видом наказания за нарушение правил миграционного учета является migratsion hisobga turishda qoida buzish bo'lsa qanday jazo ko'riladi? Va 3 ta variant. Административный штраф, административ jarima, выговор va замечание. Замечание bu tanbeh. Выговор so'zini o'zbek tiliga tarjimasini bilmayman. Bilganlar albatta muhokamaga yozib qoldiring. Mening ham so'z boyligim oshadi. Xo'sh, sizga ushbu savol tushsa, siz qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Agar biz Rossiyada hisobga turishda qoidalarni buzsak. Demak, agarda siz administrativniy shtraf javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 20. 20-chi vazifa. К нарушителям правил пребывания на территории Российской Федерации всегда применяется административное выдворение. Верно ли это утверждение? Rossiya hududiga kirib kelish qoidalarini buzganlarga har doim administrativniy выдворение, surgun qilinadi. Surgun, ya'ni kirib kelish nimasini buzsak. Верно ли это утверждение? To'g'rimi shu fikr deb savol beryapti. Va ikkita javob. Verna to'g'ri, neverna noto'g'ri. Sizga ushbu savol tushganda qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz neverna noto'g'ri javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz.